100 million, yana 100 million, 50 million, 50 million va 13 million 662 ming so'm. Umumiy miqdorda 313 million 662 ming pul yig'ildi. Ko'rishingiz mumkin, bankdan bir marotaba chek yechilgan, ya'ni pulli yechilgan, boshqa umuman yechish bo'lmagan. Hamma cheklar shu yerda Allohning izni bilan. Va izlar, biz 313 million 662 ming so'm pul yig'dik. Lekin biza 50 ming dollar pul yig'ishimiz kerak deganmiz Gulhayo singlimizga. Sababi 35-38 ming dollargacha bo'lgan summada operatsiya bo'ladi deb aytishgan edi. Va biza agar 35 ming dollar operatsiya bo'lsa, transfer, borish kelish biletlari, Gulhayo va onalarning u yerda 2 oy yashashlari, bitta dorilar olinishi va reabilitatsiya, qayta tiklanishiga umumiy 52 ming dollar pul ketadi deb hisoblagan edik. Va bugun biz 14-fevral, ya'ni bugun Gulhayo singlimiz operatsiyasiga o'rtacha 20 ming dollardan 30 ming dollargacha bo'lgan summani orasidagi summa pul ketadi deyishdi. Bu summa bizning singlimizni operatsiyasiga inshaalloh bemalol yetadi. Faqat singlimiz va onalarning borish kelish xarajatlari, u yoqda yashash, ya'ni reabilitatsiya, dorilar va boshqa xarajatlarga bizga yana taxminiy 100 million yaqin pul kerak. Azizlar, befarq bo'lmanglar. Inshaalloh biz bu qizni qutqaramiz. Hammasini birgalikda qilamiz. Mani ko'rayotgan hammaga rahmat. Qo'lingizdan kelgancha 5 ming so'm, 10 ming so'm ehson qilib qo'ying. Qo'lingizdan kelgancha yordam qiling. Bir dona like bosing, bu ham sizdan bitta ehson bo'ladi. Hammaga rahmat. Yaxshilik izlab Abdulbor Umarov davom etadi.